1960-yilda aprel oyida dunyoga kelganman. Oddiy ishchilar oilasida. Oilamizda san'atkorlar yo'q edi. Men vaqtli ulg'ayganman. Vaqtli ulg'ayganim shundaki, 9 yoshimda dadam o'tib qolganlar. Ro'zg'or degan tashvish, onaga yordam, akam va meni bo'ynimda bo'lgan. Endi bu onam menga yoki akamga ro'zg'or tashvishni qillaring, meni ketimdan yurlaring, meni qarashlaring, bitta o'zimman demaganlar. Lekin ota o'tgandan keyin onangizni asrashga harakat qilar ekansiz. Faqat Xudodan shuni so'rardim, onam umrlari uzoq bo'lsin. O'sha paytda o'lim nimaligini bilganmiz. Onam shunaqangi xulqlari yaxshi, og'ir vazmin. Unaqa men masalan birorta rol berishsa, shaqillagan rol berishadi-yu doim. Onam mutlaqo teskari edilar-da. Hey, bir baqirib, bir qarg'ab yoki bo'lsam, hay deb ovozlarini baland qilib gapirmaganlar-da, onam. O'sha otam o'tganlardan keyin 72-yillarga to'g'ri keladi bu. Og'ir xastalanib qoldim. Chortoq sanatoriyasi bor ekan. O'sha yerga ham o'qishni davom ettiradigan, ham sog'liqqa qaraydigan sanatoriya deyilar ekan. Shunaqa sihatgoh. Chortoqda bolalar uchun qilingan sihatgoh. Tengqurlarim bilan birga sahnaga chiqaman. Bo'yim baland bo'lgani uchun tengqurlarimga qaraganda bu rolni berishgan. 12 yosh men o'shanda. 12 yoshda bu rolni berishgan. Qanaqa o'ynar ekanman. Endi nima deydi? Shunaqa bir nima qo'yganmiz. Bu yotadi. Men endi buman, gapim yo'q, so'zim yo'q. Ana pashshasini qo'rib o'tirishadi buni. Nima qilib davaralar. Keyin pashsha qo'naveradi qadib. Keyin, menga qara, tosh olib keladi. Hozir hamma pashshani baravar o'ldiramiz deydi. Yonimga taq qilib tosh qo'yadi. Tomoshabin zal bu tomonda. O'sha taq etgan zahot deb qarashim kerak, tosh ezib tashlagan bo'lish kerak edi basharam. Tomoshabinga shunaqa qaragan ekanmanki, tosh haqiqatdan ezgandaydi. Shundan keyin qarsak chalishgan. Tugagandan keyin yana chiqib, yana chiqsak yana qarsak chalishgan. Shunaqa qarsak chalishgan endi. Shu qarsak meni yuragimda bir narsani tiq deb uyg'otgan. Toshkentga kelgandan keyin opa dedim, men artist bo'laman dedim. Qo'ysangchi, qo'y dedilar. Bir hafta yig'ladim, artist bo'laman. Qayerga borish kerak, artist bo'laman. Keyin shu bilan mana bu Guma orqasida Astorovskiy nomidagi pionerlar saroyi bo'lardi. Guma orqasida. Shu yerga dramatik to'garak deb yozilgan ekan. Shu bilan onam yetakli olib borganlar o'sha yerga. Uchqun Rahmonov. Agar esingizga kelmasa tanishtiraman, Semur kinosi bor. G'or ichida oltinlar edi, kichkinagina odam. Oltin kumushlar. Ish qisqa boshladi bu toshlar. Oltin. Opam keldilar, ko'rishdilar-da. Qizim juda ham holavatdi. Nima qilishni tushuntiring. Sizni qo'lingizga topshirgani keldim dedilar. Shunasilar o'nlardan shunday tursalar, endi past bo'yli opamlar voy, bor bo'yi shumi deganlar. Shunaqa sodda bo'lgan opamlar. Endi keyin opamlar shunaqa askiyachi ham bo'lganlar-da. Indamay turib odamlarni kuldirib qo'yardilar. Keyin shu bilan xullas Uchqun Rahmonovda
72-yilli o'sha yozlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, 77-yilgacha Uchqun Rahmonov qo'llarida bo'ldim. Rol nima, replika nima, undan keyin so'z ko'chirish nima, tekst ko'chirish, parda nima, kulisa nima, hammani tushunchani bizga Uchqun Rahmonov bergan. O'shandan keyin o'zlari qo'llari bilan 77-yilda teatralnistga olib borganlar. Qizil shaytonchalar degan spektakl qo'yyapmiz. Kim o'ynaysan deydi? Ona. Tengqurlarimdan ko'ra kattaroq bo'lgancha onani o'ynaganman. Premyera bo'lish kerak. Men maktabdaman. Birinchi maktabda o'qiganman Langar mahalladagi, Paxtako'chadagi. O'shanda bormayman, boshqasi o'ynar deganman nazarimda endi. Darsdan javob so'ramaganman. Cho'rayman paytimida shunaqa edi. Bir zamonda Manzura opa direktor, maktab direktori. Maktab direktori sinfimni topib, kimligimni topib, eshigini ochib, Shojalilova kim? Men desam, seni kutishyapti. Spektakl o'ynash olmayapti. deb meni o'zlari ruxsat oldirib to'garakka jo'natganlar. Spektakl o'ynaganmiz, yaxshi muvaffaqiyatli chiqqan juda ham. Birinchi domlam institutga Lola vokzalida ona bo'lganlar, bilasiz, biz uchun ona. 14 ta edik kursda. Chunki birinchi tajriba kursi edi. Sahna nutqi ustasi degan kurs ochilgan. Endi misol uchun ko'rsatishim mumkin. Mana Abdurasul Abdullayev bizani kursda bitirganlar, Muslim Yo'ldoshev bizani kursda bitirganlar. Undan keyin ikkinchi, uchinchi kursga o'tganda spektakl qo'yayotganda Hamida opamlar kelganlar. Hamida opamlar ham bizni yonimizda turganlar. Mana Ma'murjon aka bizni o'qituvchilarimizdan jon kuydirgan, biz uchun nimagadir befarq bo'lishmagan bizga nisbatan. Buyumsiz xatti-harakatlar bo'ladi-ku, shunda chapay chalib turadilar, hamma harakatga tushadi-da, to'xtagan joyida o'sha to'xtaganda qanaqa bo'lsa, shu holatga kirish kerak bo'ladi. Har safar qanaqa holatdan tashqari, men qaysi holatga tushsam ham to'g'ib ketardim. Hamma janrning o'zining ustasi bo'ladi, lekin eng og'iri odamni yig'latish hammamiz qo'limizdan keladi. Lekin odamni kuldirish, haqqoniy, samimiy kuldirish hammaga ham nasib qilmaydi. Shuning uchun komediya janrida ijod qiladigan aktyorlar sanoqli hisoblanadi. Shularning ichida Muqaddas Xoliqova mana shu institutda ilk qadamidan boshlab bu qizda yumorga munosabat, hazil mutoyiga munosabat borligi va shu jarayonni qanday to'g'rilashi, so'zga munosabat, shu komik yoki yumoristik sharoitga munosabatni his qiladigan bir fazilati borligi ma'lum bo'ldi. Kurs rahbari bo'lgan professor Lola Xo'jayeva, aktyorlik mahoratidan men, keyin Hamida opa keldi. Sahna nutqidan domlalar bor edi, birgalashib shu kurs ijod qila boshladik. Unda mehmonxona malikasi degan asarni olamiz deb Xudo rahmat qilgur professor Lola G'azamova aytib qoldi. Muqaddasga bosh qahramonimiz bor ekan. Bosh qahramon Muqaddasga shu asarni olaylik. Shu qiz his qilyapti, mana mashqlardan ko'rindi, etyudlardan ko'rindi, shu qiz shu asarga mos shekilli deb taklif qiluvdi. Repetitsiyalarni boshlab bordik. Haqiqatdan professor Lola Xo'jayeva haq ekanligi ma'lum bo'ldi. Lola ham aytarkanlar, mashq qizni bahridan kechaman shekilli yil oxirida. Mayli. Mayli, bir yil o'qib tursinchi, tirkalladik. U gap qanaqadir qulog'imga yetib kelgan, Muslim akani yetishgan. Muslim aka, harakat qilsangchi, harakat qil. Bo'lsa achchilas bo'lib ketasan. Biz endi juda o'zbekona katta bo'lganmiz-da. Cho'zilib yotmasdik akam oldilarida. Yoki bo'lmasam oyog'imni uzatib bir joyga o'tirmasdim. Endi bu yerda kupalniyada yuramiz, nimalar, sportivniy kupalniyalarda, trikolarda. Yotqizadi, dumalashingiz kerak boshqa. Shu narsalardan uyalib qilib, mana qilib qanaqadir skovni yurardim-da, nima bastida.
Keyin Muslima akam gaplaridan keyin men aytganmanki, yo'q, bunaqada bo'lmaydi ish. Olib tasha deganman-da. Keyin etyud qo'yganda shunaqangi bir kaptar, o'zi shaharda kaptar boqardim men akam bilan birga. Akam ishda chalish bilmasdilar. Qara uchyapti, chal dirdim. Kopto eliga nima o'ynashni davom ettirib, tag'in o'zimiz jonimizga qo'yib kelardi. O'sha etyudni qilganman. Kaptarni tomday turib, kaptarni ushlash harakatini qilib, ikki tomonda lentalar qilingan, boshqa qilingan, endi bilmayman qanchalik ishonarli chiqqan. O'sha bitiruv anaqasida birinchi kursi bitiruvida o'tkazganlar oxiri 5 baho bilan. Sahnada birorta rol yaratadigan bo'lsam, hayotda uchragan noxushliklarim yoki birorta narsalarimni eslayman. O'shanga gapini qo'shaman. Institut bitirdik muvaffaqiyatli. Lola opam o'zlari Jamilani tayyorla, Jamilan dedilar. 77-yil kirgan bo'lsam, 81-yil bitirganmiz. Jamilani tayyorla. Nimaga Jamilani tayyorlayman? Hamzada Jamila yo'q dedilar. Ustoz, men Jamila emasman deganman. Yo'q, Jamilani tayyorla. Jamila tayyorla, qidirishyapti Jamilani deganlar. Meni Hamid akamni, yana Komila degan qiz bor edi. Uni olib mashq sahnaga olib kelganlar. Xuddi shu sahnaga. Bu yoqda Shukur akalar, Naba akalar, Sora opalar, kazolar yana kimlar bor? 2 qator o'tirib, ilgari Xudsaved bilan qabul qilinardi. Aktrisalikka. Keyin 4 yil, 5 yilda bitta qabul qilinardi. Keyin nima qilib hayajon juda ham kuchli. Men Xonzodan tayyorlaganman-da o'zim uchun. Endi domlam aytgan uchun Jamilani ham tayyorlaganman. Qush edim, qanotim qayirlar. Gul edim, bulbulimdan ayirdilar deb tayyorlaganman hammasi. Sibir deb o'shalarni tayyorlaganman. O'shani o'qiysan deb turib oldilar Lola opam. Xo'p dedim. O'shani o'qidim. Bahodir Yo'ldoshev ham borlar. O'shani o'qidim. Keyin Sora opa aytdilar. Siz Jamilamisiz dedilar. Yo'q dedim. Nimaga Jamilani tayyorlab keldingiz? Lola opam qo'ymadilar dedim. Desam, nima qilay endi, tayyorlasin-da, o'zini sindirish kerak odam dedilar. Baland gaplar bilan bilasiz, Lola opalarni. Baland mamlakatdan gapirib, o'zini sindirish kerak. Aktyor bir anaqada bo'lmaydi. Har xil o'ynash kerak deganlar-da. Keyin yana nima tayyorlab kelsa, Xonzoda deganman. Ana o'zini aytganini qiladi bu deganlar o'shanda. Keyin Xonzodani o'qib berganman. Bahodir akada yurak operatsiyasida o'ynaganman birinchi rolim o'sha yerda. Bilasizmi? Soat 7:30da boshlandi spektakl. Soat 5da kelaman. Sahnaga chiqishim oxirgi sahna doktorning oldiga keladi. Yurak operatsiyasi degan spektakl. Tolib akam vrach o'ynaydilar. Shundoq kelaman. Bag'rim to'la guldasta. Rahmat, o'rtoq doktor degan gaplarim bor edi, bilmayman hozir esimdan chiqib ketdi. 45 yil bunga. Esimdan chiqib ketdi, lekin o'zini tashakkurini, bolam siz tufayli yashayapti, unaqa deb yig'lab gapiradi-da. Shunda qarasa, doktor qo'li chaqib tushadi. Endi o'shatdagi holatda qo'llarimdagi gul Bahodir aka aytganlarki, mana shu gul xuddi suvdek tushsin deganlar. Mana shu gul. Shundoq doktor qo'l tushishi bilan mana shu gul davomiy tushganda men o'zim his qilganman shuni. Bahodir akam aytganlarini his qilganman. Qilganlar bo'ldi, boshqa ishlar demaganlar. Sahna orqaga chiqqandan keyin Bahodir aka bitta qattiq qo'limni siqib qo'yganlar bo'ldi. Tabriklayman ham demaganlar, yaxshi ham demaganlar, yomon ham demaganlar. Lekin men o'sha yerda his qilganman, o'sha doktor o'lib qolganini. Birovlarga umr berib turib, o'zi o'lib qolganiga men boshqalar bilmayman, men o'zim his qilganman-da shu narsani.
Muqaddas Xoliqova haqida gapirganda mashhur teatr namoyandasi Stanislavskiyni bir gapi esga tushadi. Ya'ni rolning katta kichigi bo'lmaydi, balki aktyorning katta kichigi bo'ladi degan o'sha mashhur iborasi aynan Muqaddas Xoliqova haqida ta'rifdek tuyuladi. Chunki 1980-yillardan o'z ijodiy faoliyatini boshlagan Muqaddas Xoliqova to bugungi kungacha O'zbek Milliy akademik drama teatrida juda ham ko'p katta kichik rollarni ijro etganlar. 1986-yil mana shu teatrga ishga kelgan bo'lsam, birinchi yaqin bo'lgan insonim Muqaddas bo'lgan, Zuhra Ashurova bo'lgan. Muqaddas sal kechroq turmushga chiqqani uchun Xatira opa rahmatli ular kostyumerda ishlardilar. Muqaddas ham aktrisa, ham onasiga yordam berardi. U hech qachon mehnatdan qochgan emas yoki mehnatdan uyalgan emas. Muqaddasda shunaqa bir yaxshi xislat bor. Yoki sahnada o'ynayotgan rolda bir xunuk chiqishdan, o'ta salbiy rol o'ynashdan ham qo'rqmaydigan aktrisa. Men bu insonni sahnada har doim har xil qiyofada ko'raman. Misol uchun bir gal haqiqiy jaydari chapani o'zbek ayoliga aylanadi. Sahnada kuzatib, u ayolni o'zbek haligi haqiqiy millatning qo'llari kasovga aylangan, qo'llari temirga aylangan bir chapani yerda dehqonchilik bilan shug'ullangan bir ayolni tasvirlaydi. Uni ko'rib haqiqiy o'zbek millatining ayoliga rahming keladi. Bir kun parda ochilsa, umuman tarixiy bir qahramon yaratadi. Bu yerda umuman o'ziga o'xshamagan kiborli, o'ziga o'xshamagan bir saltanatni qo'lida ushlab turgan bu juda katta bir ulkan malikani o'ynaydi. Men orzu qilganim jangovar muqaddaga o'xshagan bir obraz yaratgim kelar edi. Orzuyim o'sha edi. Lekin biz sahnada unaqa nimalar qo'yilmagan. Lekin o'sha yoshli paytda ozgina mustaqil qilsa ham bo'lar ekan, sharoit yaratib berishardi. Demak, qanaqadir o'zim sababchi bo'lganman. Demak, o'sha ijro etadigan rolimni o'zim izlanib, topib, mustaqil ishlab ko'rsatishim kerak edi. Endi bu armon bo'lib qolgan desam xato qilaman, chunki unga yaqin rollarni ko'p o'ynadim. Lekin hamma rolimni o'ynab bo'ldim desam ham bu xato bo'ladi. Hali o'ynaydigan rollarim ko'p. Mani shiorim bitta, bilasizmi? Biror narsadan yoki biror narsaga intilsam, o'sha narsaga nasib bo'lmasa, o'zimga o'zim aytaman, g'oz turguni olg'a intil. Sorib ham yo'lchi yulduz shunaqa deganlar. Yoqub akamga, Fozil Xo'jayevga ona nima qilay desa, g'oz turguni olg'a intil dedi. Nimaga dedi? Yangi jilg'a axtarish uchun. Jilg'a bo'lmasa-chi desa, yana g'oz turguni yana olg'a intil. O'zbek Milliy akademik drama teatri deganda bir qancha yorqin chehralar ko'z oldida namoyon bo'ladi, muxlislarni va san'at ahlini. Ana shunday yorqin chehralardan biri ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Muqaddas Xoliqova bo'ladilar. Muqaddas opa bilan bir necha marotaba partnyor bo'lganman. Ularni avvalo biz bilan ishlashlarini o'zi katta mahorat maktabi. Ustozlarimiz ishtirok etgan spektakllar, gastrollar, madaniy ma'rifiy kechalar bu boshqacha bo'ladi. Unda tartib bo'ladi, unda mazmun mohiyat, salohiyat bo'ladi, intizom bo'ladi. Qadriyatlar, odob maktabi bo'ladi. Navbakamni ustaliklar shunda bo'lganki, hech bir shogirdga shogirdlik qilib yoki "Sen meni shogirdsimsan" demaganlar, hammamiz ketlardan intilganmiz. Chunki sahnada qilayotgan harakatlari, har bitta obrazga bitta xarakter topishlari bizga o'rnak bo'lgan. Men endi o'shalarni eslaganimda kuyov spektakli esimga tushib qoldi. O'sha kelgan yilim 1-2 yildan keyin kuyov spektakli sahnalashtirildi. Kuyov spektaklida asosiy qahramon G'ana Azamov, qari chol. U cholni uylantirishmoqchi bo'ladi, unga ayol qidirishadi uylantirish uchun.
endi Ikrom opam, Zamira opam, Xolida opam, katta yoshdagi ayollar, Yayra opam, Ruxsa opam, yana kampirlar kerak bo'ldi-da, meni ham kampirga qo'shishdi. Endi qarang, men ishga olindim, repertuarda band emasman, lekin har kuni kelib spektakl ko'raman. Har kuni kelaman, buyruq bormi yo'qmi? Yo'q. Keyin bir kun kuyov spektakli olindi Saidahmadda. Buyruq. Qarasam, qaram. Bitta qarasam Shojalila o'tiribdi. Asal kampir. Voy, asal kampir dedim. Shunaqa ertadan jarayon boshlanadi. Ertasi kuni tayyor kelib olganman. Bog'lidan lyuksiz oldi o'tiribman. Ayollarimiz o'tiribdi, ustozlarimiz mana o'tiribman. Sen nimaga kirding hammasi kampirlar? Bilmayman, asal kampir degan bor ekan dedim. Keyin asar o'qish boshlashdi. Rustam Hamidov qo'yganlar uni. Asar o'qish boshlashdi, o'qiyapti. Qizi janjal qilyapti, kelin janjal qilyapti, o'g'li janjal qilyapti. Alkash kuyovi janjal qilyapti. Ko'rib. Meni rolim chiqmayapti-da. Voy deyman. Keyin Yarabam rollari chiqdi, Ikrom rollari chiqdi, Rustam rollari chiqdi, Lola rollari chiqdi, Xolida rollari chiqdi. Oxirida qalaysan G'anvoy deb o'tib ketdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Voy G'anvoy aka, tabriklayman. Baquvvat bo'ling. Uzr. Kechga qolmadimmi? Yo'q. Ah, mehmonlar ichkaridami? Qani boshlang. Qani, yo'q. Yo, sizdan yana Voy G'anvoy aka, G'anvoy. Shuni olgin, 1,5 ta xotin olganday bo'lasan. Kim rolga kirganmanman. Bir og'iz so'zim. Lekin shunda ham tushkunlikka tushmadim. Shunaqa ustozlar bilan bir og'iz so'z ham men uchun boylik edi. Mani oyog'im shikastlangan edi. Erkin Xushvaqt deb Muqaddas Xoliqovaga atab bitta pyesa yozgan edim. Shuni bir o'qib ko'ring, hech kim nima qilmayapti dedi. Men oyog'im shikastlangan, men o'qib ko'rdimda buni mana shunaqa qo'ysa bo'ladi deb fikr berdim xolos. Keyin aytdiki, o'zingiz qo'ysangiz bo'lmaydimi shuni? Yo'q, baxmaydi deb aytdim. Qo'ydim, xullas men shunga urindim. Qayerdan keldi bu gap? O'zim o'ynayman dedim. Qanaqa bo'ldi? 2 kun dedimda pyesani o'zgartirib, o'zimga moslab, u baland bo'ylik, jingalak odam emas, past bo'ylik, tepakal odam qilib shunaqa to'g'rilab o'zim o'ynab ketdim. O'sha paytdagi Muqaddas ko'zlarini ko'rsangiz, yonib ketgan edi. Yonib. Mana o'sha qilgan xatti-harakatimdan. Ana shundan keyin do'stligimiz yana rivojlandi. Mana 200 marta shu spektaklda o'ynaymiz. Hali-haligacha muxlislar to'la. Bizni bu spektakl to'la, odam to'la zalga o'rgatib qo'ydi. Ba'zan bilasizmi, boya yuqorida aytdim-ku, dardlaringizni shunda aytib olasiz. Sahnada aytib olasiz. Hattoki turmush o'rtog'ingizga aytolmagan gaplarni ham shu yerda aytib olasiz. Mana shu ko'ngilda shunaqa gaplarim bor. Adasi e'tiborli edilar. Men pulni ol, o'zing xohlagan narsani ol derdilar-da. Surprizni bilmasdilar. Surpriz degan narsa. O'shanda ko'ngilda xuddi shu narsa. Tug'ilgan kunlarda, bayramlarda bir dona gul sovg'a qilmagan odam qanday qilib bugun guldasta olib keldi deb boshim osmonga yetibdi-ya. Men ham odamman. Menda ham ko'ngil bor. Qo'pol bo'lsam ham, bo'yim baland bo'lsa ham, axir hammasini yer bilan yakson qildingiz. Deydi-da,
hech bo'lmasa shu bugun aldang, shuncha aldagansiz-ku, shu bugun aldang. Sen uchun olib keldim deng deydi, yalnadi. Shu joylari hayotga yaqin. Bu asarda Muqaddas Xoliqova oddiy, sodda bir o'zbek onasi, ishonuvchan, bolalariga qattiq gapirmaydi, lekin eri uni har qancha jerkisa, eri uni biroz kamsitib gapirsa ham, u erini yuqori qo'yadi, bir ulug'laydi. Hatto bolalariga shu otasini ulug'lab bolalariga gapiradi. Shunaqa holatlar borki, tomoshabin sifatida bu ijrochiga mehring jo'shib ketadi. Yaxshi ko'rib qolasan, yo o'zingni onangni, bir yaqiningni ko'rganday bo'lasan sahnada. Bir kun o'sha spektakl o'ynaganimda bir ayol chiqdi-da, yig'laydi. Chunki oxirida bitta joyi bor. Ha, sen tug'ilganda to'yxonadan bir dona gul bilan olib chiqmagan. Komandirovkaga ketib borgan. Hali esimdan chiqmaydi. Yo'q deyomikan, qochsa odam bo'lsalar, ishxonasidagilar safarga borgin desa ketaverganlar. Yo'q, xotinim homilador borolmaydi deyomaganlar. Chomadonlar doim tayyor tursa, ona. Dadang oppo, men qop-qora. Mana kuyonim o'zimman. Ikkalingiz ham oqishlardek oppo. Buloq suvidekgina beg'ubor. Halol odamsizlar, ko'cha. O'sha ayolni eri komandirovkaga ketib qolgan ekan tug'ayotganda. Har bitta bolasini tuqqanda, hamma bolasini tuqqanda komandirovkada bo'lar ekan. Sumbulapa degan ayol bor edilar. Xat kirgizib yuborganlar. Mana bunday chiroyli yozuvda. Ham ahamiyat bering yozuvga. Muqaddasxon, spektakldan keyin siz bilan uchrashsam bo'ladimi? Tomoshadan keyin emas, teatrdan keyin emas, aynan spektakldan keyin. Bu odam san'atni yaxshi tushunadigan odam ekan. Mayli deganman, uchrashganmiz, chiqqanmiz, eshikning oldiga chiqqanmiz, ular kutib turgan ekanlar. Men shlapada bo'laman deganlar. Xullas, parol hali qo'limda gazeta, Pravda gazetasi deydi-ku, shunaqa parol qo'yganmiz. Chiqaman. Keyin chiqqan zotim endi bizani uy mana bitta Langarda. Masjiddan men Langardan yayov borib kelardim teatrga. Keyin Langari 4-tubigida ular turar ekanlar. 2-tubigida men turar ekanman. Menga qarang, siz ham yoshingiz anchaga borib qopti. Dangal. Bunaqa uyalib o'tirish yo'q. Meni ham yoshim ancha. Endi agar mayli siz turmush qursa, o'ldim, kuydim, sevdim demayman, lekin turmush qursa baxtli qilaman. Dangalda, unaqa lekin boshlaridan kechirgan hamma narsani gapirib berganlar. 2 kun uxladi. 2 kundan keyin javobingizni olaman. Voy, birinchidan yoshim o'tib ketibdi. Unda qarasang. Ikkinchidan muncha qo'pol dangal gapiradi. Dedim. Ketdim. Spektakldan keyin yana kelibdilar. Ertasi kuni. 2 kun javob muhlat berdilar. Yana gaplashib, yana ketdik. O'sha gaplashib ketgan paytimizda bir gap aytdim men. Men teatr tashlamoqchi emasman dedim. Chunki kelgan sovchilar hammasi teatr tashlaydi deb shart qo'yishardi. Men teatr tashlamoqchi emasman desam, doq qaradilar-da. Tashlashingizga qarshiman dedilar. Mana shu gap taqdirimizni bog'ladi. Biz qishki ta'tilda bolalarga spektakl o'ynaganmiz-da. Semurg spektakl. Unda Parizodda o'ynaganlar. Shunda Muqaddas opam turmushga chiqadigan bo'lib qolganlar. O'sha kuni zaksga borishlari kerak bo'lgan. Lekin spektakl qo'yilgan. O'shanda ham o'sha kasbiga bo'lgan muhabbatini men aytmoqchiman, kelib spektaklda o'ynab, 2ta spektaklda o'ynab, keyin masjidga grimyorniga kirib, o'sha nima deydi, kiyimlarini kiyib, oq liboslarni kiyib, shundan zaksga chiqib ketganlar. Rahmatli Adham akam shaqqa kelib zaksga teatrdan olib ketganlar. Endi biz yosh bo'lganmiz, rekvizitlardan, karney, surneylarni, doiralarni olib o'zini nima qilib kuzatganmiz, fayyadan chiqazib yuborganmiz. Hammamiz xursand bo'lib, lekin aytmoqchiman, o'sha kasbiga bo'lgan muhabbatini keyin bitta narsani aytaman, lekin bular juda oilani ham ishni ham baravar olib borganlar. Birinchi farzandim tug'ildi. Birinchi farzandim tug'ilgandan keyin spektakl kerak edi. Kuyov ketadigan payt edi. Kelib ushlab turardilar. Men o'ynab ketardim.
u paytda to'lovlar unaqa ham bo'lmasdi, to'lovlarni o'ylamasdik ham, pul haqida umuman o'ylamasdik. Nimagadir bilmayman. Pul bersa boraman, pul bermasa boraman. Hozir shunaqa bo'lib qolganmiz. Endi nima deydi? O'shalar ketma-ket farzandli bo'ldik, keyin chunki yoshim nima bo'lgani uchun ketma-ket Zebinso tug'ildi, Guljahon tug'ildi. Ana endi qiyinchilik boshlandi. 3 ta bola. Biri 2 yosh, biri 1 yosh, biri chaqaloq. Men yoshim nima bo'lgani uchun Kesareva bilan yo'li bilan tug'ilganman, uchala bolamni ham har yili. Tasavvur qiling, har yili. Ko'p yaxshi hayotimiz bo'lgan, ko'p chiroyli. Biz bolalarimiz o'g'il bo'lmagandan armon qilmaganmiz. Chunki mehribon qizlarimiz bor. Mana hozir ham kuyovlarim o'g'il deydi. Biror narsa og'zimdan chiqqan narsani darrov yo unisi yo bo'lsa, bu yo bo'lsa yetkazib keladi. Ayol qanday bo'lishi kerak desa, ayol mehribon ona, sadoqatli yor, vafoli oilaning boshi, pazanda, chevar, xushmuomala degan ta'riflar beriladi. Muqaddas Xoliqovada hammasi mujassam. Oldin aytardimda Muqaddasga, "Namuncha uyingizga shoshasam, sen ham nabirali bo'lgin, keyin bilasan" deb. Ana shu nabiralarini ko'nglini olishga, nabiralariga shirin-shirin taom qilishga shoshib, mehribon buvi hamda tarbiya tarafdan buvi bo'lib, qattiqqo'l buvi bo'lib, farzandlarini shunaqa to'g'ri so'z, nabiralarini to'g'ri so'z, mehribon, aqlli, xushli qilib tarbiyalagan ayol. Lekin qizlarimiz san'at sohasiga kiritishni xohlamasdi. Men bilmagan holda Zebinso kirib qoldi. Malomatxonam, o'ylab ko'raman Qurbon aka. Siz ham chakkimassiz debdilar. Endi nima qilaman opajon? Bu malomat hamma ishni uddasidan chiqarkan-ku. Men endi aytamanki, men armonim yo'q. Nega desang, men o'ynamagan rollarni xudo xolasa Zebinso o'ynashi mumkin. O'sha to'marislarni. Men mana shu sahnadan topganlarim ko'p bo'ldi, yo'qotganlarimdan ko'ra. Men achinmayman bu sohani tanlaganimdan. Hech ham pushaymon emasman. Bir narsani aytib qo'yay yoshlarga gapirmoqchiman bu narsani. Yoshlar, mana shu sahnaga xiyonat qilmasanglar, sahnani o'zi ulug'lab qo'yadi. Bu sahnaga xiyonat qilish, ishga kech qolish, so'zini yaxshi bilmaslik, suflyordan so'z olish, rolni yaxshi tayyorlamaslik, o'sha holatga tushmaslik xiyonat hisoblanadi. Men bitta narsa ko'raman, matonat ko'raman. Muqaddas Xoliqova mehnat. O'zbekiston xalq artisti Muqaddas Xoliqovani bir so'z bilan ataganda, biz professionalizm degan atamani bu shaxs bilan yonma-yon qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Men teatrda ikkita aktrisani bilaman, izlanuvchanlikda. Biri Gavhar Zokirova bo'lsa, birlari Muqaddas Xoliqova. Men umrni ko'rmay qolibman. Yonginamdan o'tib ketibdi. Qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Hatto yuzin bir bor ko'rsatmay, izlarni chizib ketibdi. Meni hayot jangiga tashlab, kurash deya yozib ketibdi. Ketayapman ortidan quvib, bolalikni, yoshlikni tashlab, goho kulib, goho anglamay, goho unsiz ko'zimda yoshlar. Har yil qishda bir yo'qlab kelib, yoshimga yosh qo'shib ketarmish. Go'yo menda alami bordek, sochimga qor to'kib ketarmish. Men umrni ko'rmay qolibman. Yonginamdan o'tib ketibdi. Peshonamga ajinlar tortib, suratini chizib ketibdi. Men umrni ko'rmay qolibman.